Məxfi uruş. Abdori Robert Spalding. 10-cu bab Xitayğa qarşı tədbir. Xitayning məxfi urushiga qandaq taqobil turimiz va uni qandaq to'xtatamiz? 4-ci qism. Xitayning jang mashinasini mablag' bilan ta'minlashga xotima berish. 2018-yil 2-oyda Xitoy kimsozlik ig'ir sanoat paychaklik shirkati Frankfurt aksiya birjasida peyini oshkora bozorga selib 1 milliard Amerika dollarlik zayım tarqatdi. Pul muomala tekshiruvchilarining tekshirishiga ko'ra, mazkur shirkat qasdan xilma-xil murakkab tijorat hujjatlari orqali mazkur zayım tarqatish ishining haqiqiy qiyofatini yoshirishga uringan. Ular zayımni Xitoy Pochta Amonat bankisining pay chekiga bog'lab, uni Xitoy xalqaroliq havola mablag' shirkatining bola shirkati orqali tarqatgan. Ishni buncha xufiyonlashtirishdagi maqsad zodi nima? Aslida Xitoy kimsozlik ig'ir sanoat paychaklik shirkati Xitoyning eng ilg'or texnikalik jang quroli bo'lgan tunji yadro energiyalik aviamatkasini, shundaqli yana bir yadro energiyalik suv osti parxodini yasayotgan edi. Yuqorida tilga ilingan 1 milliard dollarlik zayım tabiiy holda Amerikadagi vositachi shirkatlar, xavfdan saqlanish fondi, pensiya fondlari qatorliq mablag' solg'uchi apparatlarga ichitilgan edi. Ondan u ikkilamchi bozorg'imi selinatdi. Biz bu zayımlarni zodi kimlarning setib olganligini bilishga amalsiz. Lekin bu zayımlarni setib olgan bir qism mablag'larning Amerikadan kelganligi shaksiz. Halbuki Xitoy bu mablag'larni o'zining harbiy qurol yaroqlarini yasashga ishlatadi. Bu haqda yaxshiroq o'ylanib boqayli. Bu masala men oldingi batlarda tilga olgan ahvolga o'xshaydi. Amerikalik bir mablag' solg'uchining Xitoy kompartiyasi tarqatgan bu zayımlarni setib olishi xuddi 2-dunyo urushi mezgilida Amerikaliklarning Germaniya tarqatgan zayımni setib olishiga o'xshashla bema'nidir. Bu Xitoy kompartiyasining G'arbning pul muomala sistemasini qandaq suiiste'mol qilganligining va G'arbning mablag'idan foydalanib Xitoy armiyasining mudofaa sistemasini qandaq kuchlantirganligining eng yaxshi misolidir. Buningga cho'qim xotima berilishi kerak. Organlar aro bir apparat cho'qim Amerika kapital bozorida mablag' to'plashga uringan Xitoy va boshqa chet el korxonalarini tekshirishi kerak. Shirkatlar va ularning qarmog'idagi korxonalar cho'qim istixborot, diplomat va harbiy sohalarning vakillari tarafidan inchikka tekshirilishi kerak. Shunisi shaksizki, Amerika pul muomala sohasimi necha trillion dollarning turtkisida har qanday mablag' silish cheklamasiga qarshi bor kuchi bilan lobbichilik qiladi. Lekin biz kapital bozorimizning o'zimizga qarshi ishlatilmasligiga kapolatlik qilish masalasiga jiddiy muomala qilmoqchi bo'lsak, buningdan boshqa tanlashimiz yo'q. Shuningdek, Amerika pensiya fondining mablag' boshqaruvchilari o'z a'zolarining xususiy amonat pullari orqali Xitoy bozoriga mablag' solg'ashga mazkur fondlarning pullarimi necha 10 yillardan beri Xitoyning jang mashinasiga may qachilashga ishlatilib keldi. Bu Amerika armiyasida urug' tuqqanlari bor vatanparvar amerikaliklarning pullarining bizning dushmanimizni kuchlantirish uchun ishlatilayotganligidan derak berdi. Aslida mazkur pensiya pullarini mablag' bilan ta'minlash shaxslar fondi boshqaruvchilariga o'zining fikrini anglata olsa va ularni Xitoy armiyasini mablag' bilan ta'minlaydigan paychaklarga mablag' solmaslikka ko'ndira olsa, to'limi ko'ngildagidek ish bo'lgan bo'ladi. Lekin shuningga jazm qilishga bo'ladiki, pensiya fondining a'zolarining ko'pinchisi fond boshqaruvchilarining mablag' selish tanlashlaridagi inchik nuqtalardan xabarsiz. Hukumat bu jihatda kishilarda hushyorlikni yetildirib, mas'uliyatchan mablag' selishga kapolatlik qilish uchun cho'qim Amerika dollarining qaysi shaklda bizning manfaatimizga ziyonli ravishda qo'llanilayotganligini xalqimizga bildiradigan faoliyatlarni qanot yaydirishi kerak. Nachar qilmish sodir qilgan shirkatlarning tizimligi barliq moliya apparatlariga
tarqitib berilishi kerak. Xitoyning Janubiy Xitoy dengizida Tayvan, Vyetnam va Koreyaga zo'ravonlik qilishini to'sishga kelsak, navbatda qo'limizda g'ayri-simmetrik urushdan iborat bir hal qilish chorasi bor. Bu o'ylamagan taktikalarni qo'llanishni ko'rsatadigan harbiy iboradir. Rossiya bilan imzolashgan yadro qurollarini ko'paytmaslik kelishimi oxirlashgandan keyin biz yiroq musofirlik va o'ttir musofirlik ballistik boshqariladigan bomba yasab, uni ittifoqdoshlarimizning ziminlariga o'rinlashtira olamiz. Biz yana Xitoyning boshqariladigan bombalarining qayerdaligini bilib olishning oldini oladigan boshqariladigan bomba qo'yib beradigan cho'ng tipdagi yuk mashinalari degandek ko'chma boshqariladigan bomba supillari barpo qilsak bo'ladi. Biz yangilangan qo'mondonlik va kontrol sistemasiga tayanib, tampongsizlikdan qo'rqitishga o'tamiz. Agar Xitoy bu boshqariladigan bombalarning qayerdaligini bilmasa hamda bizning ularni ishlatishga ikkilanib o'ltirmaydiganligimizga ishonsa, biz bu signalni cho'qim Xitoyga yetkazishimiz kerak. Ana shu chaqda biz to'qinishning oldini ola oladigan vaziyatni barpo qila olamiz. Yadro qurollari ishlatishni o'ylashish. Mening, ya'ni Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatimizni tangponglashtirish urinishi jarayonida hammadan bak ansiraydiganim Xitoy ozodlik armiyasining hech qanday cheklamaga uchramaydiganligidir. Shu vajidan biz yadro bombasi orqali Xitoyni cho'chitishga muhtoj. Albatta, nazariya jihatdan aytganda bu qurollar mangu ishlatilmaydi. Lekin to'liq hollarda tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan narsalar orqali raqibini tashvishga selish usuli. Boshqacha qilib aytganda, sarang nazariyasi, ya'ni Madman Theory. Sarang nazariyasining Wikipediyadagi tushuntirilishi mundaq. Amerikaning sobiq prezidenti Richard Nixonning tashqi siyosati bilan munosabatlik siyosiy nazariya. Nixon va uning hukumati Amerikaga dushman bo'lgan kommunistik davlatlarning rahbarlariga Nixonni talva, turaqsiz deb o'ylatqizishga va shu orqali Nixonning qo'lidan har balo keladiganligiga ishontirishga uringan. Shunga sarang nazariyasi qarg'a keladi. Masalan, Chaushanga qarab baqayli. Tamamen Xitoy tarafidan tizginlanadigan qo'rchoq rahbar Kim Jong-unning agar Xitoy Chaushan bilan bo'lgan chegarasini taqsa, Chaushanning shu hamon qalaymaqanchilik va ocharchilik patqiqiga petib qoladiganligida asosan shak yo'q. Qo'lida Koreyaga tahdid soladigan zo'r ko'lamlik qo'shin va yadro bombasidan iborat ikki kuzir bor. Uning yadro bombasi ataman degan tahdidlari qoida boshqalarni Chaushan bilan suhbatlashishga majbur qilmoqda. Shuningga o'xshash Prezident Trumpning mo'ljalligili bo'lmaydigan xuy-paylimi bu jihatda qarg'a kelishi mumkin. Barliq imkonlarni qo'llanishi mumkinligini ta'kidlab turadigan prezident to'limi qo'rqinchli bo'lib, dushmanni unumli cheklab tura oladi. Umumyuzlik farovonlikni yaxshilash. Xitoyning strategiyasining necha 10 yildan buyon buncha yaxshi qarg'a kelishida mazkur strategiya Amerika savdo institutlari tarafidan o'ttirg'a qo'yilgan pay egalarining daromadini oshirish, moliya kuchi shakllantirishning eng afzal chorasidir degan nazariyaga tayangan. Mazkur nazariyaning Xitoyning strategiyasiga kirgizilishidagi sabab shuki, Xitoy bu orqali kishilarning nima uchun o'zliksiz holda Xitoyga mablag' selishi va Amerika shirkatlari bilan sheriklashishi kerakligini yo'lliqlashtirdi. Xitoyning burmalangan mantiqasiga ko'ra, erkin tijorat beyish demokratlashishga turtki bo'ladigan bo'lg'achqa, tamojni beji yomon narsa deb qaralishi kerak bo'ladi. Xitoyning Dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga ruxsat qilingandan keyin Xitoy Kompartiyasi tövallitilgan tamojni beji orqali Amerika mablag'ini jalb qilib, uni o'zining yer shari imperiyasini barpo qilish uchun ishlatish imkoniyatiga erishdi. 2018-yili Amerika hukumatining Xitoy mollaridan tamojni beji elishga boshlashi, ya'ni Xitoydagi nabob boshqurish tuzilmalari
muhitga aloqador qonunlarning yetersizligi va ish muhitining nacharligi qatorliqlarningmi Amerika mablag'ining uzluksiz turda Xitoyga eqib kirishini to'sab qololmaganligidan derak berdi. Afsuski, Xitoydan yo'tkalgan Amerikaning mablag'larimi doim Xitoy Kompartiyasi bilan o'xshash boshqurish andisiga ega. Ishchilarni ekspluatatsiya qilib, muhitni bulg'aydigan davlatlarga ahmoqda. Xitoy Kompartiyasi ana shu shaklda o'z hokimiyat andisining to'limi unumlik ekanligini namoyon qilish orqali uni boshqa davlatlarga eksport qiladi. Shuning bilan boshqa davlatlar uni do'raydi-da, natijada erkin dunyo bargancha taraydi. Hokim mutlaqchilikning yamrishini to'sish uchun Xitoy va xalqaro qonunlarga xiloflik qilgan boshqa davlatlardan cho'qim vaqtliq emas, doimiy tamojna beji elinishi kerak. Shunday qilganda mablag' Amerikaga qaytib keladi. Amerika hozirmi iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotiga a'zo davlatlar orasida eng tuvan energiya tannarxi korxona beji afzal qoida tuzum sistemasiga ega. Lekin shirkatlar muqimlikqa muhtoj. Shundaqla ular o'zlarining qoida tuzumlarga xiloflik qilish orqali foydani ko'paytiradigan boshqa biror yerga berishdan iborat tanlash yo'qligini bilmaguncha mablag'ini Amerikaga qaytarib kelib, Amerikaliklarni xizmat fursatiga erishtirmaydi. Doimiy tamojna beji ta'sis qilinmaguncha Xitoyga o'xshash davlatlar qoidaga bo'ysunmaverdi. Chunki ular bundaq qilishning jazosini tortqani yo'q. Amerika shirkatlari pay egalarining daromadini eng zo'r chekka chiqarishni o'ylag'achqa, ular qoidaga xiloflik qilgan davlatlardan tamojna beji ilishga qarshi chiqadi. Chunki ular qoida tuzumning ancha innovati bo'lmagan bu davlatlarda tijorat qilib, texmi ko'p pul tepishni o'ylaydi. Xitoy Kompartiyasi bilan pulga to'ymaydigan shirkatlar orasidagi ittifoqdoshlik ana shunday shakllangan. Bu o'z navbatida yana Amerikaliklarning maoshining necha 10 yildan buyon o'smay turgan holatda turaverishining va nurg'un kishilarning hali ham ishsiz qilishining sababidir. Yaxshi idora qilish davlat ishidan boshlanadi. Singib kirish va ta'sir ko'rsatish Xitoyning eng asosliq nayranglaridandir. Xitoy Kompartiyasi tashkilotlarning ham ichida, ham sirtida harakat qilish orqali natijani tizginlashga urinadi. U mablag'dan, odam kuchidan, ya'ni qurol sifatida foydalanadi. Bu iqtisodiy kuch orqali ko'zlagan natijani qo'lga keltirish uchun loyihalangan xatarlik, ammo munavvar taktikadir. Puli barning gepi o'ng bo'lg'achqa, shundaqla 8000 ingliz mili yiroqlikdagi, ya'ni Xitoydagi bir tijorat kelishimining Washington alayda rayonidagi siyosiy qarorga ta'sir ko'rsatganligini isbotlash ba'zi mushkul bo'lg'achqa, Xitoyning ta'sirini cheklash tasga to'xtamoqda. Lekin hukumat, ya'ni Xitoy tarafidan nomuvofiq qilmishlarning sodir bo'lishini cheklash uchun qo'llaniladigan bir qancha tadbir bor. Federal, shtatlik va shaharlik hukumat amaldorlari va ularning oila tabobatlari bu jihatda cho'qim o'rnak bo'lishi kerak. Bu Xitoy bilan yoki Xitoy shirkatlari bilan bo'lgan har qanday munosabatni oshkorlashni o'z ichiga oladi. Eng ko'ngildagidek ahvol shuki, siyosatchilar hukumat xizmati o'tayotgan mezgilida o'zlarining pay cheklarini to'liq huquqliq havoli fondlarga topshirishi kerak. Garchi bunday qilish mushkul. Shundaqla normal tijorat raqobatiga va kishilik erkinlikka cheklim qo'yganlik deb qaralishi mumkin bo'lsa-mu, ammo qilishga tegishli ish cho'qim qilinishi kerak. Hukumat o'rinlarida xizmat qilish o'zingizning tanlashi. Hech kim sizni buningga majburligini yo'q. Amerika armiyasining a'zolariga qo'yiladigan axloqiy talab hukumat xodimlarininkidan texmi yuqori. Masalan, Amerika armiyasining birlikka keltirilgan adliya qonuniga ko'ra, oshna tutish, ya'ni harbiylar uchun jinoiy qilmish hisoblanadi. Navbatda Xitoy hukumatining
Amerika siyosatchilariga ta'sir ko'rsatish uchun asabiylarcha harakat qilayotganligini nazarda tutganda, Amerika siyosatchilari va hukumat xodimlariga cho'qim texmi yuqori talab qo'yilganda, ondan Amerikaning davlat bexatarligiga kapolatlik qilg'ili bo'ladi. Yana shuningdek, davlat majlisi a'zolari vazifaga o'ltirgandimi, xizmatdan ayrilgandan keyin 5 yilgacha lobbichi bo'lib ketmaslik xususida qasam ichish kerak. Chunki biz Amerika siyosatchilarining o'z cho'ntigini to'ldirib olish uchun siyosiy tajribalarini dasmoyi qilib, hukumatdagi vazifasidan ayrilmasdan lobbichilikqa kirishib ketganligiga bak ko'p shohid bo'ldik. Ular hammasi hukumatning siyosiy qarorlariga ta'sir ko'rsatadigan lobbichilarga aylanishni, tashqi kuchlarga foydali qonunlarni ma'qullatish orqali oradan foydaga erishishni o'ylaydi. Mazkur tashqi kuchlar Xitoy shirkatlari va Xitoy hukumatini o'z ichiga oladi. Shunga Amerika bu jihatda hushyor va inkoschan bo'lishi kerak. Shundaqla hukumat yana aqliy mulklarni o'g'irlash qilmishlarini yoki hakkerlik hujumlarini tashabbuskorlik bilan pash qilgan Amerika shirkatlarining salohiyatini oshkorlamaslikqa kapolat berishi kerak. Bunda hakkerlik hujumlari sababli materiallar oshkorlanib ketib, iste'molchilarning bexatarligi xavfga uchirgan ahvollar buningdan mustasno. Mazkur shirkatlar ziyonlanuvchi taraf bo'lib, soqchi doiralari ziyonlanuvchilarning salohiyatini maxfiy tutishi kerak. Hukumat yana shirkatlarga ularning aqliy mulk o'g'irlanish yoki hakkerlik hujumlariga uchrash qatorliq ahvollarni pash qilganligi sababli salohiyatining oshkorlanib ketmaydiganligini bildirishi kerak. Yangi Xitoycha taratqular. Amerika Xitoyning dunyodagi Xitoycha taratqu va ko'ngil ichish sohasini monopol qilib olish vaziyatiga xotima berib, o'zining Xitoycha taratqullarini barpo qilishi va shu orqali davlat ichi va sirtida Xitoy taratqullari bilan raqobatlashishi kerak. Amerikada mazkur Xitoycha taratqularni barpo qilishdagi maqsad Xitoy tilliq o'qirman, ko'rurman va tingshug'uchilarni, ya'ni Xitoyninkidan farqli mustaqil mazmunlar bilan ta'minlashdir. Növbətdə Xitoy dunyoning har qaysi joylarida G'arbga qarshi tashviqotlarni qanot yaydirmoqda. Xitoyning hukumat gazetlarida, tor batlarda, televiziya yoki radio programmalarida Xitoy hukumatininkiga qarshi fikrlar, munozirlar, fikr erkinligi, demokratiya yoki dinga aloqador muhokama deganlardan asarmi yo'q. Amerika hukumati mustaqil Xitoycha taratqularga mablag' selishni targ'ib qilishi va buni qo'g'dishi hamda shuning bilan bir vaqtda Amerikada Xitoy Kompartiyasi tarafidan ta'sis qilingan barliq radio televiziya kanallarini taqab, shu orqali Xitoyning xalqaro savdo qonuniga, nashr huquqiy qonuniga, kishilik huquqqa, tor aloqa kelishimlariga yoki qiliplashgan buxgalterlik qoidalariga ochiq oshkora xiloflik qilish qilmishlarga zarba berishi kerak. Ilgirki bablarda bayon qilingan Amerika ovozi radiosining Gungshaosha qatorliq Xitoyga qarta e'tirozini bildirgan kishilarni xizmatdan haydavatganligidek satchiliklarning qayta ko'rilmasligi uchun Amerika hukumati Amerika uchur mahkamasini qaytadan ta'sis qilishi kerak. Bu ayni chog'da prezident Eisenhower tarafidan ta'sis qilingan ommaviy diplomatiyaga mas'ul apparat edi. Amerika ovozi radiosi aslida Amerika uchur mahkamasining qarmog'ida edi. Ammo Amerika uchur mahkamasi 1999-yili amaldan qoldirilib, maxsus xususiy diplomatiya, ya'ni private diplomacy bilan shug'ullanadigan Amerika davlat ishlari mahkamasiga qo'shib etilgan. Ommaviy diplomatiya bilan xususiy diplomatiya sohasidagi tamoman farqli ikki xil usul bo'lib, bir-biriga aralashtirib etilmasligi kerak edi. Navbatda, agar Xitoy hukumatining Amerika ovoziga noroziligi bor bo'lsa, bevosita Amerika davlat ishlari mahkamasiga shikoyat qila oladi. Shundaqla o'zining Amerika siyosiy sohasidagi munosabatini ishqa selib,
ular orqali Amerika ovoziga besim ishiltalaydi. Agar ommaviy diplomatiya bilan xususiy diplomatiyaga mas'ul ikki apparat ta'sis qilinib, bular ayrim harakat qilsa, har ikkilisi o'z ishini yaxshi ado qilib, bir-biriga kashil qilmaydi. Amerika hukumatı yana Amerika maktablaridagi barliq Kongzi institutlarini taqib etishi, shundaqla Amerikada ilm zo'ravonligi bilan shug'ullanayotgan bu apparatning xodimlariga viza berishni to'xtatishi kerak. Davomi bor. İnglizcedən Hikmətyar İbrahim tərcüm qıldı. Mənbə Uyğurlar Tor jurnalının 21-ci sanıdan elindi.